Shahzod Oybekovich, bizga yangi bemor kelgandi. Ahvol juda ham og'ir. Bir o'zingiz ko'rib bermasangiz bo'lmaydi. Obbo, majlisga shoshib turgandim. Mayli, ketdik. Qachon olib kelishdi? Hozir yaqinda. Boyvachchani quchog'iga botdingiz ey, xiyonatning ta'mini ham totdingiz ey, muhabbatning bozorida savdo qilib ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Sevgi arzon zamonlarda ehbant edim, ont ichsangiz u ham menday sevar dedim. Sizni yomon sevgan edim. Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Kambag'alni izhorlarin malol qilib, boy sochingiz silasa ham halol bilib, baxtdan kechib otangizni dallol qilib, ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Sotdingiz ey. Sotdingiz ey, sotdingiz ey, sotdingiz. Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Hayır demay ketdingiz dondaraksiz qiz. Yangi yorga 3 kundan so'ng keraksiz qiz. Menga armon bo'lib qolgan yuraksiz qiz. Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Kelin bo'lmay turmush qurgan qaro ko'zim, soxtaginam yolg'onlari shirin so'zim. Narx aytsangiz sotib olar edim o'zim. Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Sotdingiz ey. Sotdingiz ey. Sotdingiz ey. Sotdingiz. Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Sotdingiz ey. Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey. Qizingizni sotdingiz. Qizingiz bu holati balki sizga berilgan qaytimdir. Shahzod Oybekovich, majlisga kech qolyapmiz. Sotdingiz ey. Sotdingiz ey. Sotdingiz ey. Sotdingiz. Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey.